Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Yana bir xonadonimiz go'zal ko'rinishga keltirdik. Farg'ona shahrida detskiy spalnilari, koridorlari, madam spalnilari, hamma 2 qavat bir xil ko'rinishda bo'ldi. Bir xil katsodagi lomni solib berdik. Spalnilar atroflari Xudo xolasa tiniq bo'lib güzel holatga keldi. Detskiy xonalari, 2 qavatlik dom bir xil svetda solib berildi. Bu tafting paloslarni oldin bergan ekanmiz akamizga. G'oyatda chiroyli holatga keltirildi. Zinalarimiz. Yo'q, joyni sotaman degandim. Ba'zida ishim bor-da. Ukamga aytdim-da, onasini ham kel dedim, mana bozorda ichida. Turib keyin qarasak, joyda ichkarida ham joy bor. Güzel holatga keldi. Bitta 5 ta joyim bor-da. O'rlangan bolalarda pastga Qarayman-a. Güzel holatga keltirildi. Podval qismi ham to'liq. Tevadagi 2-chi qavatdagi, 1-chi qavatdagi lomlar bilan bir xil katsituvada podval qismi. Dushlar, oshxonalari 100% 2 qavat joy. Bir xil katsituvadan to'liq qilib solib berildi. Kimgadir shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Telefon raqamlarimiz 91 650 1964. Ular uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.